alaykum aziz yaqinlarimiz, yurtdoshlarimiz. Yana bir bor barchangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Biz mana hozir men bugun mana shu Bruklinda joylashgan mahalliy Seyit Ziyo art markaziga keldim. Ilm olishdan hech qachon to'xtamaymiz. Chunki aytilgan, to tug'ilganingdan qabrgacha ilm ol deb aytilgan. Va men bugun kelishimning sabablaridan bittasi mana shu Ziyo art markazida ayollarimiz uchun Qur'on sinfi tashkil etilgan. Mana shu yerda o'zimizni islom dinimizni mukammal, Qur'on o'qishni mukammal tajvidlar bilan o'rganish uchun muallimamiz bor, ustozimiz borlar. Bu yerda bir necha o'quvchilarimiz ham bor. Hozir ular bu yerda mana shu yerda shug'ullanishadi va ular bugun ma'lum bir kursni, ya'ni bir bo'limni tamom qilishgan va ularni sertifikat bilan taqdirlanadi. Hozir mana shu yerdan ozgina bo'lsa ham sizlarga video ko'rsataman va albatta mana shu Bruklinda yashovchi barcha ayollarimizni mana shu kursga taklif qilib qolaman. Chunki boyga aytgandek, ilm bu bizni oilamizga, umuman jamiyatimizga kerakli narsa. Farzandlarimiz tarbiyasi uchun, o'zligimizni yo'qotmasligimiz uchun, tilimizni, dinimizni mustahkamlash uchun albatta barcha ilmlarni mustahkam, ayniqsa ilm bilgan, mana shu fanni yaxshi bilgan muallimalardan, muallimlardan o'rganganimiz maqulroq deb o'ylayman. Birgalikda hozir mana shu yerdan videolarni ko'ramiz, tomosha qilamiz. Qani ketdik. Biz mana shu sinfga kiramiz. Albatta dars ketyapti. Astalik. والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا. ما شاء الله ما شاء الله. Qoluvchilarimiz o'ynaydigan joy. Ana bu qizimiz ham hozir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ما شاء الله. Harflarni o'rganib, o'xshash harflardan boshlab bu kishining programmasi juda yaxshi osonlashtirib berilgan. Osonlashgan tarafi shuki, bir xil harflar bir xilda birgalikda yonma-yon o'rgatiladi. Sizni olishingizga unchalik qiyinlik tug'dirmaydi. Bir-biriga o'xshash harflar. Bu kishilarga havasim keldi. Juda yaxshi mana qiroatlari, hamma narsasini kelishtirib, nima qilishgan. O'rgatish metodlari ham ancha yaxshi. O'zlari mana xuddi birinchi sinfda alifbeni o'rganganimizdek, o'zlari mana qizil ruchka bilan yozib berib, sizga husnixatda tushuntirib, shunaqa yozib tekshirib baholab turadi. Har kuni mana o'xshash harflar juda oson yo'lda o'rgatuvchi yaxshi bo'lsa, o'rganuvchi ham shunga qarab harakat qilar ekan. Qancha vaqt bo'ldi hozir shu qaytagingizga? 4-dars bugun, xudo xolasa. 4-dars. Harflarni o'rganib bo'ldingiz? Ha, ozroq qoldi. 2-3 harf qoldi, xudo xolasa. Qur'on hamza oxirgisi ekan. Endi xudo xohlasa bugun tugatsak, erta payshanbadan nasib bo'lsa biz ham qo'shilaman saflariga singillarimiz. Bitta savol bersam maylimi? Mana hozir ilm o'rganamiz-ku, dunyoviy ilm bor, islomiy ilm bor, farqi yo'q. Hozir siz mana shu ilm o'rganyapsiz, sababi bormi? Nima uchun kerak sizga bu? Biz endi to'g'ri musulmonmiz, bilishimiz shart, lekin biz uni
nima desak ekan, oddiy grammatika tilida ham o'qishimiz mumkin. Ya'ni o'zbek tilida, ingliz tilida qurollar chop etilgan. U oson yo'llari juda ham ko'p. Lekin siz aynan mana shu yo'lga kelibsiz, ya'ni arab alfaviti bilan o'qishga. Maqsad bormi? Maqsadim avvalo Alloh roziligi uchun. Allohning jamolini ko'rish uchun. Jannatda ota-onam bilan, yaxshi ko'rgan insonlarim bilan, jigarlarim bilan bu dunyoda jam bo'lganimizdek, u dunyoda ham jam bo'lish niyatim. Maqsadim shu. Farzandlarimga qo'limdan kelgancha so'raganga, bilganimcha harakat qilaman o'rgatishga. Niyatim shu. Alhamdulillah, yaxshi niyat qilsangiz, Alloh shunday yetkazar ekan, alhamdulillah. Har kuni namozda so'rayman, yaxshi duo o'rganib, yaxshi insonlar, xayrli insonlar bilan uchrashishni. Alhamdulillah, mana Xudoyimdan so'raganimni ziyodi bilan beryapti. Birin-birin so'raganimdan ziyod insonlar bilan uchrashtiryapti. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Chiroyli bir go'zal oyda mana shu narsaga qo'l uribsizlar. Allohim ziyoda qilsin. Shunga xayrli qilsin. Yuragim 2 yildan beri harakat qilaman, shu vaqt soati shu bo'lgan ekan. Shu kunga to'g'ri kelganda. Ramazondan 2 kun oldin boshlab keldik-da, mana Xudoga shukr. Amin. Alhamdulillah. Yaxshi chehrali insonlar bilan, ziyoli insonlar bilan uchrashdim. Alhamdulillah. Xayrli qilsin. Amin. Amin. Orzular ijobat bo'lsin. Amin. Bo'lish, ota-onamga toj keltirish, Xudo xohlasa. Farzandlarim kutgandan ziyoda inson bo'lish, ona bo'lish, mag'rurlanishlarni xohlayman nevaralarimda, onalarimda, jigarlarimda. Mashaalloh. Hammamiz yetkizsin, hammani o'qishiga yetkizsin. Iloji bo'lsa, da'vat qilaman. Amin. Bizlarimiz bor. Bu muallimadan so'raymiz hozir. Siz o'sha yerdan turib javob berishingiz mumkin. Mana bu kitob haqida so'ramoqchi edim. Kitob bu mahallanikimi yoki ha, katta Qur'on kitob. Sizniki hisob kelgansiz. Va bu nechinchi yil chop qilingan? Buni shu yerdan olganmisiz yoki buni hajdan olib kelishgan? Hajdan. O'zbekistondan bu yoqqa olib kelgan. Bu yoqqa olib kelgansiz. Qarang, shunaqa bir niyat bilan olib kelgan ekansiz. Hozir bu kitobimiz, Xudo xohlasa, menimcha hozir o'quvchingiz qancha? 10 tacha bormi o'qituvchi? Bor. Menimcha yuzlab yaqinda shu o'quvchilarni tayyorlashga mana shu kitob orqali Xudo xohlasa yo'l ochiladi degan umiddamiz. Kelinglar, yana shu yerda qizlar bilan ozgina suhbatlashamiz. Mana assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bu kursga qatnaganingizga? 1 oydan oshdi kelganimizga. Allohga behisob shukr. O'ziga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Allohga beadad shukronalar bo'lsin. Mana 1 oydan oshdi kelganimizga, Qur'onga tushdik. Ustozimizga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bereka ilmlariga Allohim tanijonlari sog' bo'lsin. Bizga ilm o'rgatishdan charchamasinlar iloyim. Mana hamma qizlar bilan birgalashib o'qiyotibmiz, harakat qilyapmiz o'qishga, yodlashga. Mana Qur'onlarga tushib oldik. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, Alloh ilmimizni bundan ziyoda aylasin iloyim. Hammamizni chiroyli o'qib, Allohni tanib, qalb ko'zlarimiz ochilib, iymonlarimiz mustahkamlashib, nasib bo'lsa, nima deydi? Hammamizni chiroyli o'ylagan niyatlarimizga yetish nasib etsin Allohim. Qur'onlarni sharillatib yod oluvchi qoriya bo'lishga qodir qilsin Allohim. Amin. Keling, siz bilan ham tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozir menimcha bu qizlar hammasi 1 oycha bo'ldi qatnagan yiliga. Qanaqa o'zingiz ko'nglingiz xotirjam bo'ldimi? O'ylagan maqsadingiz, ya'ni kelganda ko'pincha mana dars olaman, ilm olaman deb kelganda odam hadiksirab keladi-da. Qani shu narsani qila olamanmi, yo'qmi deydi yoki yarim yo'lga kelganda yo'q, menda bo'lmadi deydi, tashlab ketadi. Qanaqa 1 oyda natija siz uchun qanday bo'ldi? Natija juda ham yaxshi, alhamdulillah. O'ylaganimdan ham yaxshi, tezroq o'rganyapman. Ustozimizga rahmat avvalambor. Ularning yordamlari bilan, ko'maklari bilan shu yergacha yetib kelyapmiz. Allohga behisob shukr. Juda ham tez o'rgandim.
o'ylaganimdan ham tezroq bo'ldi. Tezroq bo'ldi. Chunki ko'pincha biz bir narsaga nima qilganda voy qachon bo'ladi bu deymiz, har safar orqaga tashlaymiz. Ay hali vaqt bor, ertaga deymiz, lekin maqsad, ya'ni intilish, vaqt ajratib darslarni va o'z vaqtida tayyorlash juda ham muhim ekanda. Bo'lmasam bir joyga qotib qolar ekan odam. Chunki vaqt ajratib qo'limdan kelgancha alhamdulillah o'rganyapman. xayrli qilsin. Mana bu qizimiz bilan gaplashamiz. Bu qizim meni yaqinim, etishim mumkin, uyalmasdan ham eta olaman. Lekin men o'zim juda xursandman, oilamiz bilan xursandmiz, chunki xatolarimizni ko'rdik. Juda ham katta yordam bo'ldi. Bu namoz o'qiyotganda ham juda ham kerak ekan. Biz suralarni shu paytgacha xato talaffuz qilgan ekanmiz. Hozir sekin-sekin mana to'g'rilab kelyapmiz. to'g'ri, bizning yoshligimizdan bu joylarimiz hammamizga o'rgatishgan-ku. Lekin o'rgatganda biz yoshligimizda o'rganamiz, yodlab ketaveramiz. Lekin har bitta harfi oxiridagi uni tamom bo'lishi, aytilishi, talaffuziga kelganda o'ylab ko'rmaymiz. Shu bitta a yoki g harfida talaffuzda so'zimiz boshqacha bo'lib ketishini o'ylamaganmiz. Mana shu yerda hozir shu narsani, ya'ni tajvidi bilan to'g'ri talaffuz qilishni sizlar o'rgandinglar. Buning uchun ustozimizga rahmat deymiz. Mana shu yerda mana hozir bir farzandi bilan o'tirgan qizimizni ko'rdim, bilmadim. Assalomu alaykum. Siz farzandingiz bilan kelibsiz, to'g'rimi? Siznikimi? Ha, meni farzandim. Siz ham bir oy bo'ldimi qatnayotganingizga? Yo'q, men harflarni o'rganganim endi ustozdan inshaalloh Qur'onni to'g'ri o'qish bo'yicha ko'rsatmalar olmoqchiman. Ya'ni yana ham mukammal o'rganmoqchisiz. Ha, faqatgina harflarni taniyman, lekin qiroat bilan o'qishni, to'g'ri talaffuz qilishni ustozdan o'rganish uchun inshaalloh dars boshlayman. Xudo xohlasa, chunki menimcha bu kitob, Qur'on kitobimizni qancha o'qisak ham, menimcha har safar o'qilganda yana yangi narsani o'zimizga yetib keladi, shunaqami? Har bittasini o'qiganimizda biz yana boshqa yangilikni ochib boramiz. Ilmiy ziyoda bo'lsin. Farzandlaringiz nechta? Ikkita farzandim bor. Mana shu farzandlaringizga shu ilmni o'zingiz o'rgating. Ilohim uyingizga fayz va baraka bersin. Shunda go'zal bir oilada Ramazon oyida mana shu qizlarimiz mana shu ilm fanni o'rganishga kirishibdi. Bugungi kunimizda mana shu sizlar menimcha tamom qildinglar bir bo'limini va menimcha hozir muallima aytdilar, sizlarni taqdirlash marosimi bo'lar ekan. Har bir narsa o'z nihoyasi bilan, ya'ni chiroyli yakun topish kerak. Birinchi mana shu ziyoratdagi o'quvchilarimiz arab harflarini to'g'ri yozib o'qishni o'rganib, ba'zi bir qoidalarni o'rganishda Qur'onga tushdi. Hozir bizning eng katta va eng kichik shogirdimiz bor, bular 5 yosh. Mehribon xon. Mana shu Qoriya qizimiz, bo'lajak qoriya qizimiz. Ana. Mana muallima hamma joyda muallima-da. Allohning ilmlari ziyoda bo'lsin. intizorxon oilasi. Bu qizning oilasi bular. Bilimlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xayrli bo'lsin, boshlanish. Xayrli bo'lsin. Endi anaqa Feruzaxon degan singlim borlar. Ertatoy men bilan uyga borib o'qitganman. Ana. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Alloh sizni yo'lingizda bersin bizga. Amin, amin, amin. Endi Charosxon singlimiz ham juda jiddiy bo'lib keluvdilar. Yo yaxshi alhamdulillah. Amin, amin. Qoriyalardan bo'ling. Amin. Endi yana ikkita qizimiz bor. Dilnoraxon kelinglar. Sabrina. Fatida o'rgandilar. Bularni singlilari Sabrina. Maşallah. Qarasini tez tugatdi. Alloh razı bo'lsin. Bunaqa bo'lmagan. Bir haftami? Qancha bo'ldi? Bir hafta 10 kunga boradi. Bir hafta 10 kunda bular qarib tugatdi.
o'rgatib, bugun endi Qur'onga keyin sapatishadi. Amin, amin. Allah razı olsun. Maşallah, maşallah. Amin, amin. Ustozimizdan rozi bo'lsin. O'zimiz yonimizda ilm olyapmiz. Shu bizga eng katta baxt shu. Kutmagandik, Biz kutmagandik. bir oyga Hamma yoqda izlash. nima bo'lamiz deb kutmagandik. Alhamdulillah. Hozir mana sizlarga qisqacha bo'lsa ham mana shu yerda Qur'on sinfidagi darslarni ko'rsatdim va albatta taqdimotni ham ko'rsatdim. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz ozgina oz, lekin men o'ylayman, niyat qilaman, yaqin orada ko'payishadi va shu yerdan turib Bruklindagi ayollarimizga, oilalariga murojaat qilyapman. Yoshingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yosh kattalar ham ba'zilarimiz bilmaymiz vaqti kelganda. Mana shu mahalla yuksak qoshida ochilgan Qur'on sinfiga albatta kelinglar. Muallimamiz juda ham ilmli ayol, ko'p davlatlarda o'qiganlar, dars berganlar, ilmlari ziyoda bo'lsin. Va yana bir narsa, bu yerda mana shu farzandlarimiz uchun o'zbek tilidan tekin darslarimiz bor. Shanba, yakshanba kuni o'zimizning ona tilidan tekin darslar o'tiryapti. Albatta kelinglar, chunki farzandlarimizni o'zga yurtda o'z ona tilini unutmasligi, qadriyatini bilishi, dinini va o'z salohiyatini oshirishga yordam beradigan mana shunaqa katta bir mahalla yusayt, mahalla ya'ni o'zbek jamiyati tuzilgan. Mana shu jamiyatga kelinglar, olib kelinglar farzandinglarni, o'zinglar ham kelinglar. Har doim mana shu yerda sizlarni kutib oluvchi insonlarimiz bor. Bu video menimcha foydali bo'ladi degan umiddaman va barchangizga ko'rishguncha xayr deb qolaman. Yana bir bor barchangizni mana shu kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklab qolaman. Salomat bo'linglar. Xayr, ko'rishguncha.